Sharikka doktor keldi mana. Xudo xolasa hozir ukollarni qilyapmiz. Xudo xolasa olib tashlaymiz. Yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa. Yana ag'dim. Tagiram. Xolasa ichi bezga o'xshayapti. Bo'ldi, ushlaymiz. Bo'ldimi? Yo'q. Jonivor, yaxshi bo'lib qolasan xudo xolasa. Ha. O'rtoq, mana sharikni ukollarni qilgizib qo'ydik. Endi xudo xolasa bu dori quritishga, etini sal bo'shashtirishga yordam berar ekan, o'sha yana osilib turgan yarani. Xudo xolasa bir kun turadi, ertaga turadi. Ertadan keyingi xudo xolasa holatini ko'rib, ehtiyot choralarini qilib, keyin kesib olib tashlaymiz. Endi buni hadeganda kesib olib tashlash endi murakkab narsa-da, buni ko'rmaguncha kesib tashlaydigan bo'lsak, it o'lib qolishi ham mumkin-da. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyotkorona qilib harakat qilamiz. Olib tashlagandan videosini qo'yaman.